voqeadan shuni tushundimki, bir bola bor esingizda bo'lsa, Chingiz degan. Bu bolani jinni deyishdi, boshqa deyishdi, sochlarini olib tashlashdi, chetda yashaydi. Lekin shu bolani men shaxsan taniyman, bu ikkita gaplari menga yoqadi. Bizga o'xshagan tog'dir jinni gaplarni gapiradi, lekin bitta gapi bor. Oq qora bo'lib chiqsa-chi, qora oq bo'lib chiqsa-chi degan bir gap tarqab ketuvdi esingizda bo'lsa. O'zi ma'lum nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Ma'nosiz bo'lib, ma'nosiz ma'no bo'lib chiqsa-chi. Shuning uchun men ham hayotimda juda ko'p mana shunaqa bir muloyim spirtli bolalar, juda bir ideallikni yo'q qolgan, zo'r nikelni yo'q qolgan tanishlarim, uxlatganlar ham pulga ma'ni o'shalar qo'pol qilayotganda tashlab ketganlar